Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 10 dekabr 25-yil kechki payt soat 10:30 bo'libdi. Vishivka mashinkamizga mana bezak tikyapman. Kompyuterni bu 250 xil tikadigan mashinkamiz. Mana sizlarga tikilish jarayonidan ko'rsataman. Bu zakasimiz spalnini ustida matras, qiz to'y sarbosi uchun Qarshiga dostavkaga chiqib ketadi. Mana bezagini ko'rishlaringiz mumkin. Orqasini o'zim sariq ip tanladim ajralib turishi uchun. Mana pushti rang bezagini tikyapman. Ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Keyin astlarini yopishtirib paxtalayman. 15lariga Xudo xohlasa dostavkaga pochta orqali chiqib ketadi bu zakasimiz. Tikilish jarayonidan mana sizlarga. Kimga dasturxon so'zandilarni girdi urish kerak bo'lsa 250 xil tikadigan mana vishivkalik mashinkam bor. Bemalol tikib chiroyli qilib tayyor qilib beraman.